Assalomu alaykum. YouTube'dagi obunachilar yaxshimisizlar? Hammalaringiz zo'rmi? Mana biz bugungi kunga 2026-yil 23-mart kuni Qulpinay maydonimizdagi holatni ko'rsatmoqchiman va bugundan boshlab ozuqa berishni boshlaganimizni ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p, biz nima qildik? Bungacha tozaladik. Obdon mana shu maydonimizni tozalab, eski barglarni hammasini olib, keyin bu maydonimizni hammasini dezinfeksiya qildik. O'rgamchik kanadan, keyin yashnatuvchi, keyin ildiz chirishiga dorilarni, o'sha fungisidlarni qo'shib, aralashtirib, sepchib, cho'miltirib chiqdik. Keyin mana bugun bu ishni qilganimizga 2 kun bo'ldi. Ancha holatlari o'zgarishni boshladi. Bugun birinchi ozuqasini berishni boshladik. MPK boshlanishiga fosfornidan boshladik, chunki bitta bahorda fosforga to'ydirish muhim. Shuning uchun 13-40-13 MPK qo'shdik. Keyin bunga Trichoderma va Fundazol ildiz chirishiga qarshi, Trichoderma ham bunga yordam beradi. Bundan tashqari temir qo'shdik. Mana shu mikroelementlarni qo'shib bugun sug'ardik. Xudo xolasa natijasini yana ko'rsatib boraman inshaalloh. Sizlarga o'sha qo'shilgan ozuqalarni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Kamchiliklari bo'lsa aytasizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar. Xudo xolasa yaxshi videolarni, muhim, kerakli, manfaatli bo'ladigan videolarni qilishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi ozuqamizga qo'shiladigan mikroelement va makroelementlarni aytib o'tamiz. Xudo xolasa mana birinchi ozuqa berilishidan maqsad ildizlarni kasalliklardan holi qilish hamda baquvvat qilish. Bu Fundazol ildiz kasalliklariga qarshi. Bundan gektariga 500 gram beriladi. Shundan har ozuqa biz 50 gram 100 gramgacha beramiz. Hozir biz 200 litrlik bochkaga tayyorlayapmiz. Mana men hozir 25 gramini tayyorladim. Hozir buni suyuqli holatda tindirib qo'yaman. Bu kukun holatda bo'ladi. Filtrga yo bo'lmasa kapelniga tiqilib qolish ehtimoli katta. Va zamburug'lik kasalliklarga, keyin yerni immunitetini ko'tarishga Trichoderma biofungisid beramiz. Bu ham o'sha kasalliklarga qarshi, nematoda deysizlar, mana shu ildiz chirishi, mana shunday kasalliklarga, mana fuzarioz, qarason, skleroz mashlarga yordamni katta beradi, oldini oladi.
Uchinchi beradigan narsamiz bu temir modda. O'sha temir kukuni mana hozir birgalikda qo'shaman. Taxminan ko'rayotgan bo'lsanglar qop-qora bo'lib bitta boshqamizga taxminan 25-30 gram atrofida quyiladi. Mana shunday aralashtirib yuboriladi. Mana rangi o'zgardi, qop-qora temir rangi bo'ladi. Bunga o'sha MPK qo'shiladi. 10-52-10 MPK'si, ya'ni 10% azot, 52% fosfor, 10% kaliy. Yo bo'lmasam 15-65-15 qo'shiladi. Mana shulardan qo'shib, Xudo xolasa ekin qulpinayimizga berishni boshladik. Bugungi sanamiz 23 mart 2026 yil.